Assalomu alaykum. Qadrdon qadrdonlar, bugun xudo xolasa 2-noyabr Sergeli moshin bozoriga keldik. Obedda keldik ataylabdan, chunki bilmaganlar ham bo'lishligi mumkin. Shunga narx-navolar qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, inomarka qatoridan harakat qilamiz. Har xil donishlar tashqarida ham ancha sotuvlar bo'lyapti. Bitta Volkswagen bor ekan. Hozir eshitishni so'rab ko'ramiz. Nech pul deyapti ekan? Qani ko'ramiz hozir do'stlar. Jonlaring yomon bo'lsin, Telegram kanaliga sirazi o'tib olasizlar. Telegram kanalidan sirazi qo'yib ketyapmiz. Yumaloqcha video bilan nasib bo'lsa sirazi ko'raverasizlar. Like bosasizlarda durjalarga yuborib qo'yasizlar. Nech pul ekan bunlar? Egasi kim? Ha, bu kishiniki. Yaxshi. Volkswagen Passat 8,5 ming dollar ekan, 210 ming yurgan, turbo. Motor, kraskasi bor. 98 788 19 56. Yaxshi holatda lekin kraskasi qayerda mana? Aka kraskasi qayerda bor buni shunda? Ishlamaydi oğlum. Ben bundan yaxshi uzib qo'yildi-da. Kraskasi qayerda bor? Mashina katta bor u. Ha, mana bu tomonda. Bo'lmagan. Shular oldi orqasi butun ha mashina. Hamma yo'q, bitta aybi mashina. Faqat mana shu eshiklarda bor ekan xolos. Yur. Bo'lish qancha amak? Balonlari ham yangi ekan orqalari. Yaxshi ko'raman dedilar. Volkswagen Passat avtomashinamiz. Turbo motor ekan do'stlar. Ertalab kelsam, bu qo'yib tanaga yozdi. Bir paketda Ben shuncha Nech pul oxir narx ekan buni? Xudo xolasa kelishadigan joy bormi? Nech pul? Ha. 8200 bo'lsa baraka oğlum. Undan pastigachi? Yo'q. Yo'q. Zo'r. Yo'q. 8200 ga bo'lsa baraka deyapti. Ozgincha qimmat. Nechu? Ma'qul kelsa o'zi ma'qul olasizlar. Yili nechi edi o'zi buni? Va yili nechi ekan tog'a buni? Ha, 2005 ekan, sen bo'l. 2005 ga ancha navigitni 8,5 ming. Biz endi ichkaridan ko'ra qolamiz. Bu yerda Stenka ekan. Stenkada turibdi mashina, sirazi ko'rsatib ketyapmiz. Nech pul puli? 13. 13. Bu dizellimi? Dizel. Kraskasi? Asfalt bo'lgan. Asfalt bo'lgan. Qoraqalpog'iston nomerimi shunda yo Xorazm? Qoraqalpoq. Boshqadan olib keldingiz. Bu 8000 talikmi aka? 8 ta. Gap yo'q. Bo'lish qancha og'a oxiri? 12,5. 12,5 10 minglarga bo'lmaydi. Обмен variant? Nomeringizni aytasizmi? Nechilik? 97. 97lik? 8. 8 11. 11 76. 76. Nechilik motor bu? 3-2likmi? 2,5. Ha, 2,5lik motor ha. O'zin radio motorimi? Bular yuziga qancha? 8 ta yoqami? 8 ta. Obmen nimaga? Jim motor. Jim mashinalarga obmen bo'ladi. Ha, ishini mana bu yerdan ko'rsatib yuboring-da mana. Hurmatli obunachilar. Bu eshiklari sal og'irlashib qopti lekin yog'lab yuborishlar kerak. Men tortib beqim ketib qolyapti mana. Dizelli sizdan yurgan do'stlaringiz yuborib qo'yasizlar. Bosib olaman desalar. Bo'lonimi? Ha, xo'p. Xullas, biz sekin-sekin yangilari kelgan bo'lsa ko'ramiz. Bu yerdagilar eski mashinalar. MG. Bu MG degan mashinamizda nima bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum, shepim yaxshimisiz? 2022 ekan, 48 mingga yurgan ekan. 98 362 70 77. Nech pul buni pul poy bor? 17 ming aka. 17 ming, yaxshimisiz? Salomatsiz? Bu elektromobil ha? 410 kilometr zapas bor. Zapas 410. Nima xarajat bor? Kraskalar ham toza? Ayyor, kraskalar toza. Bo'lishi qancha buni? 17 so'ramiz, 1 qismat berasiz. 15 larga bitib ketami? Yo'q. Beravering, sizda ko'p-ku pulni hoji aka deydi ko'kamiz. Yaxshi, tablochalar ham bor, salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, shu. Mashincha kraskasi tozasidan. Ideal ekan ichlari ham. Gap yo'q. Молодец. MG Mulan degani. MG Mulan. Po'lat pichitkalar bilan ochilib yopilar ekan.
Sizinkasini lekin zo'r ishlayapti. Elektromobilchi o'g'lim. Elektromobil. 410 km yurar ekan bitta zapravka bilan. Молодец. Yes uchun gaplashib, bosib yuboraman desalaring, o'sha nomerlarni ana pechatib qo'yasiz. Aytdik ham nomerda telefonlashib gaplashib olaverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yarislar sotdingizmi? Ya boshqasini olib keldim. Mana u nima? Ha, bu ham bor edi, MG. Mulani. Hatto yengil. Hurmatli obunachilar, Spark kattarog'idan bor ekan bu yerda, sotilyapti. Probeglari 21 mingga yurgan, 410 km zapas xodi ekan. 23-24 toza kraska. Aka, necha pul buni puli? 15300. 15300. Yaxshimisiz? Kraskalar toza. Kerak emas aka qo'ygan. Ha, kerak emas ekan. Lekin arzon ekan, bitta qo'yib ketaylik, mayli aka, nima qilmasa ham. Hurmatli obunachilar, sizlarga arzonroq Kia K5 topib qo'ydik. Mokri asfaltidan 2023-yil 94 mingga yurgan. Kraskasi tozami aka? Kraskasi top tozasidan. Aka, ikkita pochka deyapti, yana kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Ya bu qanchadir qildim bozor? Bozor qilmadimi? 9,5 bermadim. 19,5 mingga bermabdilar. Lekin bunaqangi K5lar 22 ming, 25 mingga ham bor bozorda. Arzonroqdan deganlar uchun. Eski nomerda aytib ketaylik aka. 90lik 007 36 08. 20 ming probeg. Yana metani ham bor ekan plus. Mana bu yerda doska qilmoqchi bo'lganmi deyman. Aytdik probeglarni. Salonlarni bitta tomosha qilib olasizlar. Ajoyib ekan. Puli yengilidan Kia K5 2 lik atmosferli motor. Bosib yuboraman desalaring, akam nomeri o'sha. Toshkent mashinasi. Yo'q, kraskalari yaxshi, zo'r. 19,5 ming dollar qilibdi bozor, bermabdilar akam. Yesuchi ustiga qanchadan qo'shtirang berib yuboramiz aka. Vaqti bosaslarda K5 izlab yurgan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Yonlaring ham bo'lsin. Shunday. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Sergeli mashina bozoridan Inamarka o'zimizda Jizzaxlik akalar olib kelibdi. Bestuni T55 modelimiz, aka. Nech pul deyapsiz, xudo xolasa aka? 21 ming kami bor. Bozor qildimi? Bozor qilyapti ko'plar. 19 ming, 19 ming 800, Bermay turibsiz. 500. Xohlasa bir ozgincha qo'shsa, Probeglari qanaqa ekan buni shu? probeglari 23 ming aka. 23 mingga yurgan. O'zlaringiz mashinalaringiz. O'zim o'sha. Dehqonchilik egalaridan oling degan obunachilarimiz uchun T55imiz. Chetda yuramiz, uyda dadamlar, ayamlar, aqa mahallada minilgan. Zo'r. Kraskalar toza. Kraska toza. Bemalol ustani olib keltirib, xohlagan joyga borib tekshirib olaverasiz. Ana shu nomerlarga chiqsak bo'ladimi telefon? Shu nomerlarga yozilgan. Mana oldida yozilgan. 94lik 346 31 31 nomerlarga aloqaga chiqasizlar. 23 ming probeg, 2024-yil Bestuni T55 modelimiz. Salonlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Kojinli, toza kojadan qilingan, polni monitorli ekan. Akvaplitlari ham o'zini zavodskiy bo'ladi. Yana nima? Mashinamiz orqalari tonirovka, podograflari ham bor. Gap yo'q. Yestuchi degan joyga bosib yuboraman desalang, akalar nomeri shu ekan. Bitta telefonlashib gaplashib olsalaring bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Ataylabdan bozorda, dehqonlardan, promoy egalaridan harakat qilyapmiz olishlikka. Chunki ko'pchilik egalaridan oling deb komment yozyapsizlar. Shuning uchun ataylabdan egalaridan topib olyapmiz. Ko'ryapsiz, mashina ko'p. Ko'pchilik tirikchilikda, endi uni aybi yo'q. Nomerlarni olmang dedi aka, telefon mashina nomerlarini olmaymiz. Kraskasi top tozasidan izlab yurganlar bo'lsa, osib olasizlar. Bitta Captiva'ni puliga Bestuni T55 bo'lyapti. Vaqti bosasizlar, Drizlarga borib qo'yasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Charchamang. Nimasi bor og'am yangisi? Assalomu alaykum. Hamma narsa. O'zim mashina topolmayman. Pul bo'sh. Pul bo'sh. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomat. Charchamasdan. 70 ta pochka, menda 80 ta pochka. Vah. Mashina yo'q. Mashina yo'q olish kerak. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun cho'tkisini topib qo'ydik, ya'ni Tracker Premier oxirgi chiqqanidan, ya'ni 2024 ekan, 13300 ga yurgan. Akani o'zi bilan bir maslahatlashib gaplashamiz. Polni tonirovkalari bilan, Bigton tonirovka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xo'p, mashinamiz qanday holat ekan? Mashinamiz holati ideal holatda. Xudo xolasa, Premier Plus 20 motor, 13300 bo'ldi probeg. Probeg halol, xudo xolasa. Hop, krugovoy tonirovkasi bor, parogli bor, reys oblisovkalari bor, metani bor, 5-pokoleniya qilib o'rnatilgan, zapaska ham o'ziga tushgan. Shu mashina xudo xolasa qanaqa bo'lyapti narxi olsa ekan?
17.800 ga barakasiga o'tib beramiz. Bozor qancha qildi? Bozor 17.3, 17.4 so'rashdi. So'rab turibdi. Ha. O'sha bermaganga beravramizmi xudo xohlasa ekan obunachilarga? Yo'q, 17.6 qilib beramiz. Oxirgi narx. Yarim qilsak shuni 17.500 $. Ha, sizniki emas, bizniki emas, obunachilarga. Kapotini uchida 1,5 qarich petnosi bor. Faqat shu. Oldi kapotda. Ha, oldi kapotda. Bir ko'rsatib olib tekshirishadi, yengil tekshirib, xiyol tekkan. Hozir operatorimizga aytamiz, xudo xohlasa qolgan ma'lumotlarni ham bitta videoga olib, mana gazlarni ham ko'rsatib yuborasiz. Gazlar 5-pokoleniya. Ya'ni gaz balon 3 ta 30 talikdan qo'yilgan, mana 90 ta litrli bo'ladi. Ja akkuratni qo'yilgan mana. Ko'rib olishlaring mumkin o'rtoqlar. И zapaskalari ham bor. Mashina ishlarini ko'rdilaring. Telefon raqamlari bor edi aka, aytib yuborasizmi nomerni? 94lik 762 88 08. Mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar. 17.800 degan joydan akam sizlar uchun 17.500 ga gaplashib qo'ydik. Mana paroklarni ham ko'rdilaring. Hamma joyi ideal turibdi mashina. Faqat shu kapotning uchida ozgina bir qarishcha petnochasi bor. Mana shu yerda. Mana shu yerda farani ustida ozgina. Oldilari bolni black piano qilingan edi mana. Ko'rib olishlaring mumkin. Hozir hamma trekkilar mana shunaqa qildiryapti. Biz-chi bosib yuboraman desalang, marhamat qilinglar. Laykni bosamiz, durjalarga borib qo'yamiz. $dan Haval nechisi bu? Julion, Julion 2. Necha pulga sotamiz aka? Oxiri 22.500 oldi. 22.500. Nomer aytamizmi telefon? 94lik 94lik 196 196 85 87. 85 87 ga aloqa qilasiz. Kraskasi toza aka? Toza. Probegimiz 17.450. 17.450 Haval Julion 2 degan avtomashinamiz mana. Joy hozir shu trendga chiqyapti bu ham. Ko'ramiz, qani ozgancha yursa ko'ramizda. Nima bo'lyapti bu? Travers. Bu kimdan bu? Ollaringizmi? Kim oldi? Biz oldik. Qanchaga bo'ldi akam? Baraka bo'libdi. Travers o'rtoqlar. 47 ming? Buyursin, yaxshi kunlarga miningizlar. Xudo xolasa otamga deb sovg'a qilamiz. Inshaalloh. Hamma obunachilarimizga xuddi mana shunaqa mashinalarni otalariga sovg'a qilishdi, aka-ukalarga sovg'a qilishdi. Tilab qolamiz. Mana akalarimiz olibdilar. Juda xursandmiz. Ya'ni hammaga ham emas bunaqa mashinalarni olib, otasini duosini olish. Hammalarimiz ham ota-onalarimiz duosini olib yuraylik. Xudo xolasa 47 mingga baraka bo'ldi. Yili necha ekan akam? 23 ekan. 23 30.700 kilometr yurgan ekan. Mashinani bittimda aylantirib ko'rsatib yuboring-da. Masla turibdi, malades. Gap yo'q. Hoji akalar xudo xolasa duo qilib, mana farzandlarni mazza qilib minib yuradi. Mashina pulni 360 kamera, panorama lyuk, oldilari black piano qilingan. Yana nima? Umuman mashinaga idealda xullas. Hamma obunachilarimizga mana shunday mashinalar nasib etsin. Qadrga qilish. Jonlaring yomon bo'lsin, laykni bosasizlar. 70.9. Xo'p. Alloh ziyoda qilsin. Sizlarga ham mana shunaqa balalaring mana shunaqa mashinalarda olib berib, mazza qilib yuringlar. Haqiqiy duo otamga qiling. sovg'a qilyapti. Yaxshi. Hamma hajga yuborsin. yashang. Allohning farzi bo'lgan amallarni bajarib yuringlar. Rahmat aka. Rozi bo'linglar, sog' bo'linglar. Alloh yaxshi kunlaringizga mining. Xo'p, rahmat. Laykni bosamiz do'stlar. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun yana bitta Malibu 2 to'rlik benzin tanlamaydigan, propan metan qo'yib qo'yilganidan topib qo'ydik. 2018-yil faqatgina mana shu krilomizdagina petnosi bor ekan. 4 ta balon yangi taqilgan. Mana bu stiklar ham bor, nikelligi. O'shanga black piano qilib chiqilgan ekan. 10 oy razрешениялari bilan, ya'ni tonirovkalarimiz. Salon holatlarini bitta ko'rib olasizlar. Kojinni hozir operatorimiz ko'rsatib o'tadi. Nima deymiz yana? Antiradarlarigacha bor. Orqalari mana bu led yonadigan faralardan qo'yilgan. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizning probegi 182 mingga yurgan, metan gazlari bilan ekan. Mana orqa faralarni hozir aytib o'tamiz. Ko'rib olishlaring mumkin. Gazimiz mana metanda o'zimizning Gulistonlik jigarlarimiz. Bilasizlar, Sirdaryo metanda koni ustanovka qilish bo'yicha Guliston Sirdaryoda qo'ydirsalar, mana paktroniklari ham bor. Panorama lyuk. Mashin ideal holatda. Umuman xarajat qilmaysizlar. Olasizlar, faqat gazini bosaverasizlar. O'sha bitta chap kirloda oldida petnochasi bor. Narxini aka $18.800 deyapti. Biz tushirdik. 18.400 ga ham tushdi. 18 mingga berasizmi desak, o'ylab ko'ramiz. Eski kelsa ustida gaplashib olamiz deb turibdi. Telefon raqamini aytib ketamiz, tagida yozib qo'yamiz. 90 nechiligida og'a? 97lik 490 490 76 77 ga aloqa qilsalaring, bemalol gaplashib olishlaring mumkin bo'ladi. Laykni bosasizlarda durjalarga borib qo'yasizlar. Jonlaring omon bo'lsin.
Xo'p, hurmatli obunachilar, biz Sergeli Moshin bozoridan oldingi eski Jiguli qatorda hozir o'zimizda Daewoo'lar, Chevrolet'lar joylashtiribdi. 2009-yili bitta Nexia 2 bor ekan. Motor holatlarini bitta tanishadigan bo'lsak, akalardan ma'lumotini olamiz. 1.6 dons konditsioner, gidravlika rullari bilan 3-pokoleniya gazlari ham bor ekan. Xo'p, probeglari qancha bo'lgan aka buni? 350. 350. Mana shu mikrofonni nima qilib olasiz? Yaqinroq gapiraverasiz. 350 ming yurgan. Kraska holatlarimiz Kraskasi tozayni, mayda chidalari bor o'ziga yarasha. balonlarni ko'ryapmiz. To'rtalasi ham yangi ekan, ha? Xo'p, salon holatlari-chi? Salon holatlari zo'r aka. Mana ko'rib olinglar. Chuqurlar, poliklari, kovriklari deymizmi? Shunaqa narsalar ham bor. Poliklari hammasi o'ziniki. Magnitofonlar rodno, ya? Magnitofonlar almashtirilgan. Bular Pionermi? yo'q, Pioneer 50 volt kolonka, Soundfair usilitrlar qo'yilgan. Ha, usilitrlari ham bor demak. Ha, usilitrlar bor. Gap yo'q. Mana u setka chuqurlar o'sha payt trendda edi. Ha, o'sha bitta qolib ketdi. O'shandan men turibdi mana molodez. Mo'lka qilib, cho'tki qilib, toza qilib qo'ygan. Gazi bor. Gaz metan yangi o'tgani qo'yilgan. Ha, mana bu narsalar ham qoladi, ha, mana kolonkalar. bilan qoladi bular. Shuda endi usilitr kolonkasi, Bu kolonkasi usilitr ichkarisida. 1200 watt demak, JBL. JBL. Xo'p, pulini qancha deyapmiz uni? Mikrofonga yaqinroq gapirasiz. 4100 deyapmiz, o'tib beramiz aka, o'zimiz. 2009 da $4100 Sergeli Moshin bozorida aytib turibdi bolalar. Bozor qancha qildi? Bozor 3800 qilib ketdi aka. Bermadik. Yo'q. O'sha bermaganga bosib o'ramizmi, xudo xohlasa obunachilarga? Xudo xolasa beraveramiz Chunki aka. Rossiyadan ko'radigan ukalarimiz bor, Polshadan, har xil Chexiya, yana ko'p davlatlardan yozadi. Past Amerikadan ham ko'rar ekan, bir ikkitasi yozdi, telefon qildi. Demak, 3800 larga beraveramiz. Bo'ldi, Obmen variant degan joylari? Yo'q, unaqa joyi yo'q, faqat naqdga. Naqdga bo'lsa, agar chetdan u yoqlardan kuzatsa, gap yo'q. O'sha narxga berib yuboramiz aka. Mana. Qaysi nomerga aloqa chiqaylik? Hozir aytaman-da. Ha, telefon nomerlarini aytsangiz. 94lik Aha, 94. 002 Aha. 59 05. Mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar. Egalarini bemalol bog'lab olishlari mumkin. 3800 bozor qilmagan narxga mayli beraveramiz, bermagan narxga deb turibdi akalar. Xo'p, mashinamiz Toshkent shahrimi, qayerdan? Toshkent viloyat. Toshkent viloyat. Qaysi taraf? Yangi yo'l. Yangi yo'ldan o'zimizda jigarlar. Mana balonlarni ham yana bir ko'rib olishlaring mumkin. 4 ta yangi balon taqilgan. Xullas, bu taraflarni xarajati yo'q deb turibdi mana akalar. Yaqinda o'zim hamma joyga chiqqanman. Chotki. Gap yo'q. Xarajat yo'q. Nomerlarga aloqa chiqasizlar, laykni bosib, druzilanga borib qo'yinglar, ayni shu holatda izlab yurgan do'stlaringga. Keyingisi Spark. Bu ham sizlardanmi? Bu ham bizdan aka. Bu akaniki. Xo'p, Sparkimiz nechinchi yil? 2011 aka bu. 11, ha? 2011. Mexanik avtomat? Mexanika. Mexanikasi. Kraska holati qanday? Kraska toza. Xuddi bu ham shu mayda chidasi bor. Ha. Bu yoqda. Ko'raveradi. Gazlari ham bor demak. Gazi bor. Gazi yo'q. Hali gaz. Ha, benzinda. Chotki benzin. Faqat benzin. Och o'rniga Hamma anaqa qilinmaydi. kapotini. Nagurska bo'lmagan mashina. Tushunarli. Mana motorimiz kichkina motor ekan. Ya'ni birlik motor, ekonom deydi-da shunda. Zo'r. Buni qanaqa deyapmiz narxini? Bo'ldi, yopib qo'ying. 4600, 4000 qilib beramiz siz obunachilarsiz uchun. 4600 bo'lsa, 4600 deb turilibdi. 4500 ga beraveramizmi shunda? Bozor qancha qildi ekan buni? Bozor 4200, 4300, 4400 lar deflektorlar qo'yilgan. Yana nima deymiz? Mexanik korobka, chiqurlari bor, poliklari bor. Sergeli Moshin bozoridan hurmatli obunachilar, Spark so'ragan do'stlarimizga xudo xolasa mana 4,5 minglarga bo'lsa baraka deb turibdi akalar. Ya'ni diska balonlar ham qo'yilgan, archa balonlari bilan turibdi mashinamiz. Mana balonni ko'rsatib o'ramiz. Zo'r holatda, mana bu Voisin saka diskalari bilan ekan. Gaz qo'yilmagan. Yo'q, gaz yo'q. Pioneer kolonka. Gap yo'q. Mana bu joylari ham hammasi stoykalarimiz o'zini zavodga turibdi. Xo'p, qaysi nomerga chiqaylik bunda? 88lik. 88lik. 587 403. Mana shu nomerlarga aloqa qilsalaring, akalarni bog'lansalaring, xudo xolasa chiroyli. Variant obmen degan joy. Telefon qilaversin, variant qilib beraveramiz. Unga ham gaplashib olasizlar. Laykni bosasizlar, Spark izlab yurgan do'stlaringga borib qo'yasizlar. Bozoringizni bersinlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, kraskasi top toza Malibu 1 ikkinchi pozitsiya Luke mexanikalisidan topib qo'ydik sizlarga. Probega atiga 62 mingga yurgan, kraskasi top toza, ideal holatda. Telefon raqam 97 411 44 14 ga aloqa chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, narxlarni ham aytamiz. Tonirovkalarimiz bor, mashinada saloni ideal holatda. Mana signalizatsiyalar ham ishlab turibdi. O'zini zavod kaltlari, kulishlari, mexanika korobka dedik.
Yuklari ham mana original, top-toza ishlashi. Cruise kontrollari bor, klimat kontrollari bor, podografiya ham bor ekan. Mashinani nech pul deysizlar, hurmatli obunachilar? Sizlar uchun savdolashib, narxini kelishtirib qo'ydik. Mana bagajni bitta ko'rib olasizlar. Hali gaz pas hech narsa qo'yilmagan, kovriklari ham bor, berib yuboriladi. Zapaskalari ham tushmagan mana. Sizlar uchun hurmatli obunachilarimizga 12200 ga savdolashib qo'ydik. Bemalol bosib olsalaring bo'ladi. Telefon raqamlari o'sha nomerlarga aloqa qilsangiz, mashinamiz baqlajon rangidan ekan. Jonlaring yomon bo'lsin, laykni bosib, durzalangga borib qo'yasizlar. 2013-15, ya'ni 13-yil ishlab chiqarilgan, 15-yil salondaroq minilgan avtomashinamiz. Arzonlaridan mana shunday katta bozordan izlab sizlar uchun topib qo'ydik. 12200 dollarga baraka bo'lsa bosib olinglar. Laykni bosamiz, durzalangga boramiz. Bitta bozorda ham ko'rsatib yuboring.